Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz qadrdonlar, mo'min musulmonlar. Mana bugun Qurbon hayitining ikkinchi kuni masjidimizda kirish qismidagi katta trotuar quyish ishlari ketyapti. Mana shu hasharchilarimiz Alloh rozi bo'lsin. O'sha qilchvoylar shu bir kuni kelib shu yerda ishlab beramiz deydi. Mana shu bugun nasib qilib turgan ekan. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Kasblariga, ishiga, oilasiga, barchasiga baraka bersin. Qo'llari dard ko'rmasin. Alloh taolo ajr savoblarini ko'paytirib bersin. Bunda ishtirok etgan, yerga hissa qo'shgan, o'sha hayit ulug' bayram kuniga qaramasdan, sababi ertasi kun ishga chiqib ketish kerak. Bor imkoniyatini o'sha 9 ta qilchvoy ishlayapti. Alloh rozi bo'lsin. O'zi savoblar